Mana shu Slovakiyaga kelib, ishga, taksiga chiqib, taksida ishlashni boshlaganimdan beri chiqqan klientlardan yarmi desam ham bo'laveradi, yo ko'p ham desam bo'laveradi. Qayerdansan deb so'raganda O'zbekistondanman desam, сразу Mahmud Murodovni taniysanmi? Mahmud Murodov zo'r UFCchi. Ko'rganmisan? O'zbekistonni Mahmud Murodov orqali taniydi ekan. Shunchalik taniydi ekan, yaxshi lekin bo'ladi. Lekin Mahmud Murodov orqali shunchalik O'zbekiston tanib qoldi ham. Lekin bizda brend narsalarimiz yo'q. Brend narsalarimizni bilmaydi. Brend narsa yo'q. Brend narsalar chiqarish kerak. Yoshlar brend narsalar chiqarishga harakat qilaylik endi. Mahmud Murodov orqali taniydigan, Ahmad shunchalik sport orqali tanitdi. Mahmud Murodov rosa maqtaydi, lekin slovaklar вообще Mahmud Murodov shunaqa sevadi ular. Lekin brend narsalarimiz yo'q. Brend narsalar bilan tanitish kerak O'zbekistonni. Shunga harakat qilinglar. Hozirgi yoshlar bir narsalarni ixtiro qilib, bir mashinami, bilmayman endi nima endi bir qanaqadir hozirgi 19, 18, 20 yoshdagi bolalar o'qib, o'rganib, yangilik chiqaringlar. Ixtiro qilib O'zbekiston nomida. Sport bilan o'zi tanilib bo'ldik. Endi bu tomondan ham tanilish kerak. Mana Xitoyda mashinalari kelyapti, BYDlar. O'sha Xitoy ham yaqinda chiqarish boshladi, o'sha mashhur bo'lib ketdi вообще. Yevropada ham o'sha hammasi maqtab minyapti. BYD, yana nima Cherry minyapti maqtab. Yana bir narsa deganlarni minyapti bu mashinalarni Xitoylarda. Davay sizlar ham ixtiro qilinglar endi hozirgi yoshlar endi. Bizga endi ixtiro qila olmaymiz endi biz. Biz faqat shu narsalarda motivatsiya berib turishimiz mumkin gap bilan. Sizlarga ishonamiz yoshlar. Sizlar aqllisizlar. Sizlar bir narsalar ixtiro qilinglar endi. Sport bilan mana shunchalik Abduqodir Husanov, mana futbolda shunchalik mana bokschilar O'zbekiston tanitdi endi. Brend narsalar bilan tanitinglar endi. Mashhur qilinglar O'zbekistonni yana. Faqat sport orqali tanimasin, bilimli, ixtiro tomonidan ham tanisin. Chunki Slovak so'radi. Sizlar faqat sportmi? Biron nimalar bor mashhur